Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yashirin kamera xizmatimi bu? Ha, nima xizmat? Hamma narsaga yashirin kamera qo'yib beramiz deyapsizlar. Mana shu suvga ham kamera qo'yib bera olasizlarmi? Ochilmagan ekan hali. Yo'q, ochilmagan hali. 1 soatda kelib qo'yib tayyor qilib qo'yaman. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Zakazim tayyor bo'ldimi? Tayyor bo'ldi, hozir ko'rsatib beramiz. Tashib ketgan suvingiz. Ko'rishingiz mumkin, kamerasini o'zim ko'ryapman. Nima suvda? Mana buni qo'yman. Ko'ryapti. Xo'p, buni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Wi-Fi ulab qo'yib chet eldan kuzatib o'tirsangiz bo'ladi. Faqat har kuni zaryadga qilishingiz kerak bo'ladi. Bu batareyada ishlaydigan narsa. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Любой joyga qo'yib qo'yib, любой ishingizni bitirsangiz bo'ladi. Bir xilla mendan so'rashadi, qanaqadir o'g'irliklar bo'lyapti, o'shalarni oldini olishga kamera kerak deyishadi. Xohlasanglar shunaqa narsalarga ham qo'yib beramiz. Shu любой narsaga qo'yib beramiz deganmiz. Ichiga kamera tushadigan narsalarga hammasiga qo'yib beraveramiz. Kimga kerak bo'lsa bizga murojaat qilinglar. Sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, yashirin kameraga murojaat qilinglar. Sizlarga ish sifatli qilib bitirib beramiz.